حمدت إلهي بقلب وجل ودمع على الخد إذ ينهمل وثنيت صلى الإله العظيم على المصطفى بسم الله الرحمن سيد الرحيم. الحمد لله للأمم. رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد. الله تعالى حمد بولسنki bugun Allah Taaladan fazl so'rab Nasoihul ibada fi bayani alfazi munabbihat ala isti'dadi liyawmil ma'ad kitobidan mutolaa o'laroq darslarni boshlaymiz. Ushbu darslar aynan mana shu kitob asosida bo'lib, ushbu kitob pand nasihat ruhida barcha insonlarga oxirat kuniga tayyorgarlik ko'rish va u masalada nimalarga e'tibor berish, mana shunga oid ba'zi hikmatlarni, hadislarni, eslatmalarni o'z ichiga qamrab olgan. Ushbu kitob aynan mana shu qo'limizda turgan ushbu kitobning sohibi ikki kishi hisoblanadi. Birlari va ushbu kitobning asoschilari Ibn Hajar Asqaloniy bo'lib, u zot avvalambor Munabbihat ala isti'dad liyawmil ma'ad asarini yozgan. Ushbu asar Munabbihat deb nomlanishi eslatmalar degan mazmunni ifodalash uchun. Ala isti'dad liyawmil ma'ad deb nomlanishi esa ma'ad deb qaytadigan joyga nisbatan aytadi. Demak, qaytish liyawmil ma'addan murod qaytish kuni uchun tayyorgarlik ko'rishga, isti'dad tayyorgarlik ko'rishga eslatmalar. Shunda nimalarga e'tibor berish kerak? Ana shunday mazmunda Ibn Hajar Asqaloniy ushbu kitobda bir qancha hadislar, osorlar va eslatmalarni jamlaydi. Ana undan keyin Ibn Hajar Asqaloniyning ushbu asariga Muhammad ibn Umar Navawi al-Jawi rahimahulloh tarafidan sharh bitilib, Nasoihul ibada fi bayanil alfaz munabbihat deb sharh bitiladi. Aslida bu mazmun Nasoihul ibad bandalarga nasihatlar degan. Fi bayani alfaz munabbihat lafzlarni bayon qilishda bandalarga nasihat. Ya'ni qisman o'zlari ham ba'zi nasihatlarni, ba'zi hadislarni bu kitobni bayon qilish o'laroq o'zlari ham keltirib o'tadi. Demak, bizning qo'limizda ushbu kitobning ikkita sohibi, birlari matn sohiblari bo'lsa Ibn Hajar Asqaloniy, ikkinchilari sharh sohibi Muhammad ibn Umar Navawi al-Jawi rahimahullohdir. Ana endi bu ikkita zotlarni qisqacha tarjima hollarini so'zlab, ana undan keyin kitobga o'tamiz. Tarjimatu sohibil matn sohibining tarjimasi. Ushbu zot ismlari va nasablari avvalambor u zotning unga berilgan, ya'ni Ibn Hajar Asqaloniyga berilgan ta'riflar shuki, u kishi Shayxul Islom va buyuk imomlardan biri, o'zining asrining hofizi hisoblangan va mujtahidlarning eng oxirgilaridan deb e'tirof qilinadigan Abul Fadl Shihabuddin Ahmad ibn Alidir. U kishi Asqaloniy deb nomlangan, Misriy deb ham nomlangan, chunki ularning tavalludi va uni bo'lishlari ana shu Misrda kechgan. Shofiiy mazhabiga mansub bo'lib, Ibn Hajar nom bilan mashhur bo'lgan. U zotning tavalludi 22-Sha'bon oyining 22-kunida va 773-yil Qohirada tavallud topganlar. Ya'ni Qohirada 773-yil hijriyda Sha'bon oyining 22-sanasida tavallud topganlar. Oilasi ilm, fazl va odob bilan mashhur bo'lganlar, otalari qavmining eng ko'zga ko'ringan kishilardan hisoblangan, olim bo'lganlar, aql va ma'rifat bilan otalari sifatlangan va hattoki ba'zi masalalarda fatvolar bilan ham shug'ullangan, dars berish bilan ham otalari shug'ullangan. O'zlarining ilm olishi Ibn Hajar Asqaloniy dastlab Shihob Ahmad ibn Muhammad ibn Faqih qo'llarida Qur'onni tajvidga o'laroq o'qishni boshlaydi. Ana undan keyin Sadruddin Muhammad As-Sufti rahimahullohning qo'llarida keyin Qur'oni Karimni yodlaydi va keyinchalik ilm izlash o'laroq 12 yoshlarida Makkaga safar qiladilar va ana shu joyda Qodi ibn Zohira qo'llarida Umdatul Ahkam kitobini, ya'ni Hofiz Maqdisiyning Umdatul Ahkam kitobini ana shu joyda dars qilib o'rganadilar va birinchi marotaba ilm borasida izlagan shayxlari Qodi ibn Zohira bo'ladilar. Ilm bilan mana shunday shug'ullanadilar va o'zlarini bir qancha
bu borada ilm o'rganganlaridan keyin bir qancha yozgan asarlari bo'lib, bu asarlar ummat uchun darmon hisoblanadi. Hattoki butun ummat u zotdan qarzdor bo'lgan jihatlari Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining sahihlariga yozgan sharhlari Fathul Bari bo'ladi. Fathul Bari bi sharhi Sahih al-Buxoriy. Ushbu kitob ba'zi ulamolar shunday ta'rif beradiki, ummat Imom Buxoriydan qarzdor edi. U zotning yozgan sahihlariga, sahih to'plamlariga munosabat bildirish uchun ummat qarzdordi. Lekin Ibn Hajar keldilarda Buxoriyning sahihlariga sharh yozdi, Fathul Bari deb. Va ushbu Fathul Bari asari bilan ummat qarzdorlikdan qutulib qoldi deydi. Yana bundan tashqari bir qancha asarlari bor. Lisanul Mizan va Mustalahul hadis ilmiga oid Nuzhatun Nazar asarlari bor va mana biz qo'limizdagi Al-Isti'dad li Yawmil Ma'ad kitobi qo'limizda turibdi. Qolaversa yana hukmiy hadislarni yig'ib undan hukmga oid ishoralarni aniqlab beruvchi Bulughul Maram min Adillatil Ahkam asari ham mavjud. Va yana bir qancha muallafot asarlari bor. U zot 852-hijrining oxirlarida vafot etadilar va Qohiraga, Misrda Qorofaga dafn qilinadilar. Va hattoki umarolar va hukamolardan bir qanchalari u zotning nashasini, ya'ni o'sha tobutini ko'tarishga oshiqadilar. Mana shunday Alloh taolo u zotni karomat bilan, fazilat bilan siylab qo'ygan zotlardan hisoblanadi. Ana endi sharh sohibi bo'lmish Muhammad ibn Umar ibn Arabi ibn Ali an-Navaviy al-Jawi rahmatullohi alayhiga keladigan bo'lsak, bu zot ham o'zlarining davrida mufassir, sufiylardan, Shofiiy faqihlaridan hisoblangan va Makkaga ko'chib borib, ana shu joyda ilm bilan mashg'ul bo'ladilar va ana shu joyda vafot etadilar. Hattoki Hijoz olimi degan nomga ham keyinchalik mashhur bo'ladi. Mana shu nomga ham erishadilar. U zotning ham bir qancha yozgan asarlari qarshingizda ko'rib turibsiz. Yana bir qancha u zot ham asarlar yozadi. Ana shu asarlardan biri mana oxirdagi Nasoihul Ibad alal munabbihat lis-sa'dad li-yawmil ma'ad, ya'ni huwa kitabuna haza. Bu mana shu kitobimizdir. Aynan mana bu zot Makkada 1316-yili vafot etadilar. Xo'p, ana endi bundan buyog'iga bu kishi aynan Ibn Hajar Asqaloniy ushbu asarlariga sharh yozishda qanday nusxalarga tayanganini, nima ishlar qilganligi haqida bir qancha so'zlarni gapirib o'tadilar va aynan ana shu Ibn Hajar Asqaloniyning kitobi qo'lyozma variantlarini bir qancha namunalar taqdim qiladi va ana undan keyin Nasoihul Ibadga o'zlari tarafidan muqaddima bitiladi. Xo'p, muqaddimani bir qator o'qib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nasoihul Ibad ala isti'dad yawmil ma'ad. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية، وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا، وعينه وقلبه وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى، فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا، وعلى آله وأصحابه السالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد، يقول المرتجي غفر المساوي محمد نووي بن عمر الجاوي: هذا شرح وضعته على الكتاب المشتمل على المواعظ للعلامة الحافظ الشيخ شهاب الدين دي بقصي حمولاد للعلامة مجنشن شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشافعي الشهير بابن حجر العسقلاني، ثم المصري، يعني عسقلاني هم مصري هم كتاب نسب لربا، تغمده الله تعالى برحمته آمين. وسميته نصائح العباد في بيان ألفاظ المنبهات على استعداد ليوم المعاد، وأسأل الله الكريم أن ينفع به المسلمين وأن يجعله ذخيرة إلى يوم الدين آمين يا رب. خب buni ma'nolariga kirishmadik, chunki asosiy hamd sano Ibn Hajar Asqaloniyning hamd sanosiga e'tibor qaratdik.
Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Hajar Asqaloniy ushbu kitobga qandoq hamd sano bilan muqaddima qiladilar. Alhamdulillahi fi kulli hinin va awqat. Hop, mana shu joyda o'qish tartibotini ham bir qator eslatib o'tib ketaman. O'qishimiz mana shu Ibn Hajar Asqaloniyning Munabbihat asari asosiy o'qish markaziga aylanadi. Ba'zi joylarda ba'zi so'zlarimizning ma'nolarini e'tibor qaratish uchun pastroqqa sharhlariga ana shu urg'ularga qaratib o'tamiz. Xo'p, alhamdulillahi fi kulli hinin va awqat. Alloh taolaga hamd bo'lsinki, har qanday barcha hin va vaqtlarda. Hin mana endi mana shu joyda biz nimaga sharhga murojaat qilamiz. Sharhda qo'shimcha yana ma'no topishimiz mumkinki, Bismillahirrohmanirrohimga sharh beryapti. Bismillahirrohmanirrohim dedilarda bu sharh Muhammad ibn Umar an-Nawawi al-Jawi rahmatullohi alayhi tegishli. Tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghayra muhaqqarat. Nima deyaptilar bu yerda? Bismillah bu sunnat hisoblanadi deyapti. Tusannu sunnat hisoblanadi har qanday ishning boshlanishida. G'ayra muhaqqar faqat u ish boshlanadigan ishing haqir sanalgan ishlar bo'lmasin. Ya'ni haqir sanalgan, pastga urilgan ishlar bo'lmasin. Pastga urilgan bunday ishlarda emas. Balkim maqtalgan ishlarning barchasida demak bismillahni aytishlik sunnatdir. Fa in tarakaha, agar shu bismillahni shu ishlarda aytmasdan tark qiladigan bo'lsang, fi avvaliha ularni boshida. Ata biha, o'sha ishni bismillahni keltir fi asnahi, o'sha ishingni davomida bo'lsa ham. Mana misol uchun bir ishni mana taomlanishda boshida bismillah ayta olmadingizmi? Davomida bo'lsa ham ayting. Nima deb? Bismillahi fi avvalihi va oxirihi. Boshida ham oxirida ham bismillah deb ayting. Bismillahi fi avvalihi va oxirihi deb qo'ying. Mana bismillah deb davomlana olmadingizmi? O'rtada esiga tushib qoldimi? Bismillah fi avvalihi va oxirihi deng demoqchi. Ana endi alhamdulillah fi kulli hin. Mana biz aynan hin lafzi uchun biz bu joyga yetib kelgandik. Hin lafzidan muallif nimani iroda qildi? Hin la murod ay zamanin qallau kasur. Ozgina yoki ko'p bo'lsin, qanaqa bo'lsin, zamonga nisbatan hin deyiladi. Ya'ni Alloh taologa har hinda hamd bo'lsin degan, oz zamon bo'ladimi, ko'p zamon bo'ladimi, hamma hinda Alloh taologa hamd sano bo'lsin deyapti. Va avqat vaqt so'zining ko'pligi, vaqtlarda ham Alloh taologa hamd bo'lsin. Avqat bu degani bu hiya azminatun mahduda, ma'lum bir cheklangan zamonga nisbatan avqat deyiladi. Demak, hin umuman ko'p ma'nodagi vaqtga nisbatan hin, avqat bo'lsa qanchadir belgilangan vaqt. Demak, ikkalasi ham vaqt. Nima uchun ikkalasini bir-biri bilan va deb bog'ladi? Va hiya min atfi khossin ala am. Bu balog'at ilmiga oid aytayaptiki, bu xosni omga atf qilishdir. Ya'ni xos bu vaqt, om bu hin. Ya'ni hin bu umum, barcha vaqtni ham o'z ichiga qamrab oladi. Ammo vaqt hindan ko'ra xosroq tushuncha. Bu xuddi Alloh taolaning oyat kalimasiga o'xshaydi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Tanazzalul malaikatu var ruh. Farishtalar o'sha kechada, qadr kechasida nozil bo'ladi, yer yuziga tushadi. Va ruh ham tushadi. Ruh ya'ni Jibril alayhisalomni ishora qilyapti Alloh taolo. Jibril alayhisalom ham farishta-ku. Farishtalar tushadi. Tanazzalul malaika degandan biz bilardik, Jibril va ruh demasa ham tanazzalul malaika deganda malaikalar tushdi degan ostida Jibril alayhisalom ham malaika. Nega aynan Jibril alayhisalom alohida tashqariga ajratib va ruh deyapti? Bu balog'atda itnob turlaridan hisoblanib, ya'ni xosni omga atf qilish. Avval umumda to'ladida, keyin xosni aytadi. Nima uchun? Makonati, ulug'ligi. Ya'ni farishtalar yer yuziga tushadi va ruh ham, ya'ni Jibril ham yerga tushadi. Bu degani boshqa farishtalardan Jibril alayhisalomning ustun ekanligi uchun uni hammaning ichida emas, alohida ajratib yana bitta zikr qilib qo'yapti. Xuddi yana bitta boshqa bir oyatga auzubillahi minash shaytonir rojim Alloh taolo aytdi: "Hafizu alas salavati" dedi. Namozlaringizni muhofaza qiling dedi. Demak, namozlar deganda biz 5 mahal namoz tushunamiz. Hammasini tushunib turdik. Lekin Alloh taolo yana orqasidan was-salatil wusta dedi. Ya'ni o'rta namozni ham. O'rta namoz, ya'ni ba'zi ulamolar bunga ko'p e'tirof berganlar, o'rta namoz ba'zilar asr dedi, ba'zilar o'rta namozni bomdod deydi. Ya'ni hamma o'zi namozlarimiz 5 ta bo'lsa, 5 namoz ham biri-biriga nisbatan o'rta hisoblanaveradi. Misol uchun bomdod namoz o'rta namoz hisoblanadi. Qanaqasi? 2 ta kechki namoz bor, shom bilan xufton, 2 ta kunduzgi namoz bor, peshin bilan asr. Demak, bomdod o'rtada degani. Bomdodni muhofaza qil ma'nosi ham chiqib keladi. Yoki bo'lmasa peshin ham tushunilishi mumkin. Qanaqasiga? Chunki u kunning o'rtasida bo'ladi. Asr tushunish mumkin. Qanaqasiga? Bu tarafdan 2 ta bomdod bilan shom, bu tarafdan bomdod bilan kechirasiz, bomdod bilan peshin, bu tarafdan shom bilan
aytaylik xufton va hokazo hamma namozlar o'rta hisoblanaveradi. Lekin Alloh taolo ba'zi ulamolar rojihlar sanab asr degan. Nima uchun aynan xo'p o'rta namozni meni alohida ajratyapti? U hafizu alas salovat degandan ham ma'no chiqardi. Alloh taolo bu yerda umumni aytib turib, keyin xosni alohida zikr qiladi, makonati nuqtai nazardan. Bu yerda ham alhamdulillahi fi kulli hin, hamma vaqtda Allohga hamd bo'lsin va avqot ham deb qo'yadi. Ya'ni xos vaqtlarda ham hattoki demoqchi. Vassalatu ala rasulihi va rasuliga ham salovat bo'lsin. O'zi yuborgan payg'ambariga ham salovat bo'lsin. Mana shu joyda ba'zi ulamolar keltiradiki, vassalavatu bu vav nimaga atf? Vav atfki nimaga? Hamdga atf. Alhamdulillah vassalavatu lillah ma'nosida. Go'yoki. Demak, salatni Allohga atf qilyapti. Ya'ni Allohning saloti bo'lsin mazmunida. Demak, salat lafzi Allohga atf qilinsa nima ma'no beradi? Allohdan boshqalarga atf qilinsa nima ma'no beradi? Ulamolar mana shu borada xosatan Ibn Hisham al-Ansari rahmatullohi alayh Mughni Labibda keltiradiki, ulamolar mana shu narsani ga yurdilar. Ya'ni agar as-salat lafzi Alloh taologa izofa qilinib bog'lanilsa, u rahmat ma'nosi bor. Allohning rahmati bo'lsin ma'nosida. Ya'ni Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohim sayyidimiz Muhammad alayhisolamga seni saloting bo'lsin deganimiz rahmating bo'lsin ma'nosida. Farishtalarga nisbat beriladigan bo'lsa istig'for ma'nosida, ammo bandaga nisbat berilib aytiladigan bo'lsa duo ma'nosida deb Mughni Labibda keltiriladi. Endi o'zini rasuliga, rasuli deganda o'zini yuborgan elchisiga, kimga yuborilgan? Ila kaffatil xalq, barcha mahluqotlarga yuborilgan. Demak, barcha mahluqotlarga yuborilgan zotga salovat bo'lsin. U zot ashrafil xalq, mahluqotlarning sharaflisi. Val bariyat, bariyatlarni ham eng sharaflisi. Bariyatdan nima iroda qilinadi? Mahluqotlar deganimizda Alloh taolo yaratgan barcha narsalar. Ammo bariyatdan murodchi, bariyatdan murod bu ham mahluqotlar ma'nosi, lekin mahluqotlarning mutlaq. Ya'ni u yer yuzidagi har qanday mahluqotlar. To'g'ri, bu yerda yuqoridagi al-xalq Alloh taolo tarafidan yaratilgan mahluqotlar va ular ichida g'olibrog'i inson bo'lishi mumkin. Ammo bariyat esa aksi. Alloh taolo tarafidan yaratilgan, lekin u aynan inson jonli bo'lishi shart emas. Shunga ba'zi ulamolar aytadiki, yo'q, bu yerda xalq xosroq, bariyat umum ma'no. Ya'ni barcha yaratilgan narsalar va xalq insonlar. Demak, bu yerda aksi bo'lyapti. Boya aytdikki, mana bu joyda umumni aytib, keyin xosni aytdi. Bu yerda aksi. Xosni aytib oldi, keyin umumni aytdi. Bu ham balog'atda itnob turlaridan hisoblanadi. Ba'zida kishi avval xoslarni aytib oladi, keyin umumni aytadi. Mana biz duo qilamiz, Robbighfirli, meni gunohimni kechir. Vali validayya, ota-onamni gunohini kechir. Vali ustaziya, ustozimni gunohini kechir. Keyin nima deymiz? Valil mu'minina val mu'minat. Mu'min va keyin mu'minlar. Demak, bular mu'min emasmi? Yo'q, men ham ota-onam ham ustozim ham mu'min. Unda nima uchun alohida yana mu'minlar deyapsan? Yo'q, men avval xoslarni aytib olyapman-da, keyin umumlarni aytyapman. Bu balog'atda itnoblardan avval xos, keyin om. Tepadagini aksi. Tepada omni aytib olib turib, umumni aytib turib, keyin xoslarni aytib chiqadi. Bu yerda aksi, birinchi xoslarni aytib oladi, keyin umumni. Bu yerda shu bor. Ya'ni avval xalq dedida, insonlarni aytib turib, keyin bariyat, boshqa jonzotlar dedi. Bu ham balog'atning bir turlaridandir. Hadihi munabbihatun. Imom Ibn Hajar Asqaloni aytibdiki, bu munabbihat eslatmalardir. Nimaga eslatma? Ala isti'dadi li yawmil ma'ad. Qaytish kuniga, ya'ni oxirat kuniga tayyorgarlik uchun eslatmalardir. Xo'p, fa inna minha, endi shunday ekan bulardan, ya'ni minha degan domir munabbihatga qaytadi. Endi shunday ekan mana bu eslatmalar orasidan ma yakunu musanna, musannasi bor. Musanna degan o'zi asli ikkitalik degan, ikkitaliklari bor. Va minha ma yakunu sulasiyan, va bular orasidan uchtaliklari bor. Nima degani ikkitalik, uchtalik? Hali biz inshaalloh kitobni davomida o'qiyotganimizda bilamizki, ba'zi eslatmalar ikkitadan tashkil topadi. Ya'ni ikkita falondek narsa bor, u yaxshi, ikkita falon narsa bor, u yomon. Ikkita unday narsa bor, ikkita bunday, ikkita unday, ikkita bunday deb, ikkita deb narsalarni sanaydi birinchi. Keyin uchtaliklarga o'tadi. Uchtalik, uchta falon ish bor, uni qilgan bundoq bo'ladi. Uchta falon ish bor, qilgan bundoq bo'ladi. Uchta falon narsa bor, uni ular topilgan odam falon odam hisoblanadi. Uchta falon ish bor, u topilgan odam falon ish hisoblanadi deb uchtaliklarni sanaydi. Shuna qilib ketaveradi. 4taliklar, 5taliklar, 6taliklar ila tamamil 10 toinki 10talik tugal bo'lgungacha. 10taliklar bu oxir 10talik yetib boradi. 10ta falon ish bor, 10ta falon ish bor deb yaxshisini yomonni mana shundayni sanab boradi. Demak, munabbihat mana
shundan iborat. Ya'ni munabbihat ikkitalikdan tortib 10talikgacha bizga eslatmalar beradi. Xo'p, ana endi mana shu bilan yakuniga yetdi Ibn Hajar Asqalonining muqaddimasi. O'rinli kelgan joylarda biz Muhammad ibn Umar al-Javiy rahimahullohning sharhiga qaraymiz. Demak, u zot aytayaptilarki, munabbihat ala istidad yawmil ma'ad, buni tushundik. Min hada murod munabbihat aytdi. Ya'ni ikkitaliklar bor degani zavjayni, ya'ni juft demak. Ikkita juftdan. Shunligi va uchtalik va to oxirgacha. Endi bu yerda bizga aytayaptiki, mana shunaqalar, ya'ni ikkita falon ish bor deb sanada bir marta. Keyin yana aytadi, ikkita falon ish bor. Shunaqa qilib ikkitaliklardan nechtadir aytadi, bir 20 tacha aytadi. Keyin ikkitaliklar tugagandan keyin uchtalikka o'tadi. 3ta falon ish bor yaxshisi, 3ta falon ish bor yomon. 3ta falon ish bor, 3ta sifat bor, u yaxshi, 3ta falon sifat bor, u yomon deb mana shunaqa qilib sanab ketaveradi. Jumlatul maqolat, mana bunaqangi gaplar, ya'ni umumiy har bitta gaplarning jamlanmasi 214 demak 214 ta shunaqangi maqolalar jamlangan. 214 taning ichidan axbar 45 ta xabar bor. Axbardan murod xabar bor degandan murod hadislar bor degan. 45 ta hadis kelgan mana shuning ichidan. Wal bawaqi asar, qolganlar osorlar. Osor degani hadisdan tashqari sahoba, tobiin, tobiinlarning aytgan so'zlaridir deyapti. Endi bu yog'iga anal an uridu at-tabarruka bi itiyani hadisayni sharifayni jalilayn va hokazo deb o'zlari kelgan Muhammad ibn Umar al-Javiy rahmatullohi alayhi o'zlari ikkita hadis keltirishni tabarrukan xohladim deb ikkita hadis keltiradi. Ushbu hadislarni qaysi shayxdan eshitgani va hokazo hadislar, mana ikkinchi hadis, tepadagi birinchi hadis. Shuni keltiradi biz, lekin bunga to'xtalmaymiz hozir. Demak, biz avval babu sunai, ikkitaliklar bobini boshladik. Faminhu, ya'ni faminhu da murod o'sha ikkitaliklardan, mana birinchisi ruya ma ruya anin nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan ushbu hadiski, annahu qol, u zot aytadi, xoslatani, ikkita xislat bor, la shay'a, hech narsa yo'q, afdalu minhuma, undan afzal bo'lgan. Ikkita xislat bor, afzali yo'q undan, afzal hech narsa yo'q boshqa. Ular nima ekan? Al-imanu billah, Allohga iymon keltirish, va naf'u lil muslimin, musulmonlarga manfaat keltirish. Mana lafzlari yengil, yangi o'qiydigan talabalarga bir-birlariga ulab yangi jumla hosil qilish ham oson. Ana shuning uchun biz mana shu kitobni o'qishni tanladik. Demak, ikkita xislat bor ekan, undan da afzal ish yo'q. Birinchisi Allohga iymon keltirish, ikkinchisi musulmonlarga manfaat berishdir, deyapti. Va xoslatani la shay'a akhbathu minhuma, ikkita xislat bor yana. Undan da ikkisidan yomon, akhbas degan yomonroq hech narsa yo'q. U nima? Ash-shirku billah, ya'ni yuqorining aksi, Allohga shirk keltirish, va yuqorining aksi ad-durru bil muslimin, musulmonlarga zarar berish. Xo'p, ana endi sharhiga o'tamiz. Muhammad ibn Umar al-Javiy rahmatullohi alayhi sharhida aytadiki, babu sunai, ya'ni mana shu bobning ichida, fihi, shu bobning ichida 30 mau'izatan, jami 30 ta mau'iza bor, 30 ta eslatmalar bor. Ulardan 4 tasi xabar, 4 tasi hadis. Wal baqi, qolgani osorlar, ya'ni sahoba, tobiinlarning aytgan so'zi. Endi axbar deyapti bu yerda, asar deyapti. Bundan murod nima? Men aytib ketdim. Axbordan murod hadis, asardan murod sahoba va tobiinlarning so'zi. Bu yerda o'zlari ham aytibdiki, na'ni, ya'ni biz e'tiborga olib iroda qilyapmizki, bil axbar, xabarlardan aqvalun nabiy sallallohu alayhi, xabarlar deb biz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini inobatga olyapmiz. Asar deb aqvalus sahabati va tobiin, sahoba va tobiinlarning so'zini inobatga olyapmiz. Ana endi o'shalardan birinchisi minhu, ulardan birinchisi degan, ya'ni al-maqolatul ula min al-munabbihati sunaiya, ikkitalik eslatmalardan birinchi so'zimiz demoqchi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan ushbu hadis. Demak, ikkita eng yaxshi xislat nima dedi? Allohga iymon keltirish, musulmonlarga manfaat berish. Bil maqol, nima bilan musulmonlarga manfaat beriladi? So'z bilan. Va bil jah, mansab, obro' bilan musulmonlarga manfaat berish mumkin. Aw bil mal, mol bilan musulmonlarga manfaat berish mumkin. Aw bil badan, tana a'zolar bilan musulmonlarga manfaat, yordam berish mumkin. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki, man asbaha, kim tong ottirsa, la yanwi az-zulma ala ahad, hech kimga zulm qilishni niyat qilmasa, g'ufira lahu, gunohlari kechiriladi, ma jana, nimaki oldin nima jinoyat qilgan bo'lsa, hamma qilgan jinoyatlaridagi gunohlari undan kechiriladi. Va man asbaha, va yana kim tong ottirsa, yanwi, yuqorining aksi, yuqorida la yanwi bo'lsa, bunda yanwi, u tong ottirsa va niyat qilsa, nimani? Nusratal mazlum, mazlumga yordam berishni.
niyat qilsa. Va qado'a hajatil muslim bo'lishi kerak, shu hojata bo'lib qolibdi, mudof ilayh. Musulmonning hojatini aritish, qazo qilish, ya'ni musulmonning hojatini ravo qilishni niyat qilsa, kanat lahu, u uchun endi bor ekan, ka ajr, shunday ajr bor ekanki, hajjati mabruratin, mabrur hajning savobi, ajri endi unga bor. Mabrur haj degan maqbula ma'nosida, qabul qilingan hajni endi unga savobi bor deb keltiryaptilar. Endi pastdagi ma'lumotlar ushbu hadis qaysi manbadan, nechinchi hadis ekanligi, qayerda kelgani haqida siz. Xo'p. Vaqala alayhissalom, yana payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdiki, ahabbul ibadi ilallohi taala, bandalarning Alloh taologa eng mahbubi anfa'un nas linnas, insonlarga eng manfaatlisidir. Ya'ni qaysi insonlarga manfaatli bo'lsa, ana shu bandalar ichida Allohga eng mahbubidir. Ya'ni siz insonlar ichida qaysi insonga ko'proq, ya'ni insonlarga siz boshqa odamlardan ko'ra eng ko'p nafis tegan odammisiz? Demak, biling, insonlar ichida siz Allohga eng mahbubisiz. Va afdalul a'mali, endi amallar ichidagi eng afzalichi? Amallar ichida eng afzal idxolus sururi ala qalbil mu'min, mo'minni qalbiga xursandchilik kiritishdir. Siz nima amal qilmang, mo'minni qalbiga kiritgan birgina xursandchiligingiz boshqa amallar ichida eng afzal amal o'sha hisoblanadi. Va shuningdek, yatrudu anhu ju'an, o'sha musulmondan ochlikni aritishingiz. Agar och bo'lsa to'ydirishingiz, natijada ochlik ariydi undan. Va yakshifu anhu kurban, kurb degani g'am anduhni undan ochib tashlash, kashf degan ochish, ya'ni g'am anduhni undan ketkazish. Va yaqdi lahu daynan, va u uchun qarzini o'tab berish. Qarzi bo'lsa qarzini to'lab bering. Qorni ochsa to'ydiring. Mahzun bo'lsa kayfiyatini ko'taring. Mana bu qilgan amallaringiz, uni qalbiga kiritgan surur, xursandchiligingiz boshqa qilgan amallaringiz orasida eng afzali mana shudir dedilar. Va buni ham payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, bir qancha Mu'jamul Aswadda, Hilada va Ibn Asokirning Tarix Damashq va bir qancha asarlarda keltiryapti. Ana endi ikkita xislat bor edi. U xislatlar qanday edi? Eng yomoni, undan boshqa yomoni yo'q edi. Allohga shirk keltirish va musulmonlarga zarar berish. Xo'p, nima bilan zarar beradi musulmonlarga? Bi abdanihim, qo'l a'zolar, badanlari bilan zarar berish mumkin, pullari bilan, mollari bilan zarar berish mumkin musulmonlarga. Nimaga? Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, chunki Alloh taolo buyurgan buyruqlar, avamir buyruqlarning barchasi tarji'u ila al-xoslatayn, mana shu ikkita xislatga borib qaytadi. Yo Allohga shirk keltirgani uchun bu odam demak shu ish qilayotgan bo'ladi, yo musulmonlarga zarar berayotgani uchun shu ishni qilayotgan bo'ladi. Ammo Alloh buyurgan ishlarning, Alloh buyurgan buyruqlarning hammasi ikkita ishga, shuning ziddiga, ya'ni at-ta'zimu lillah, Allohni ulug'lashga boradi. Alloh buyurgan narsalarni nima, qaysi narsaga qaramang, yo Alloh ashuni buyurgan bo'ladi. Yoki wash-shafaqatu li xalqihim, yoki Alloh buyurgan ishlarni qaysi birini qarang, yo o'zini mahluqotlariga rahim qilayotgan bo'ladi. Siz bir narsaga buyuriydi, o'sha buyurgan yo Allohni o'zini ulug'lash bo'ladi, yo aksi, Alloh mahluqotlariga rahim qilayotgan bo'ladi. Misol uchun, mana Alloh taoloning oyatini qarang. Aqimus solata va atuz zaka. Alloh taolo oyatda aytdiki, namozni qoyim qiling va zakotni bering dedi. Nima uchun buni keltiryapti? Mana birinchi buyrug'i Alloh o'zini ulug'lash uchun. Siz ibodatingizni Alloh taologa taslimiyatingizni, o'zingizni bandaligingizni, xorligingizni, Allohning ulug'ligini ifoda qilasiz. Ammo va atuz zakadachi, zakatni kimga berasiz? Muhtojlarga berasiz. Demak, siz, Alloh sizni shunga buyuryapti zakotga, lekin buni orqasidan qolgan mahluqotlarga, qolgan faqir bandalarga rahim qilyaptiki, siz pulni ularga berasiz. U orqali Allohning buyrug'ini ham siz bajarasiz, ham ularga Alloh o'zining rahmatini siz orqali yetkazayotgan bo'ladi. Mana shu ikkita Allohning barcha buyrug'i shu ikkita asos atrofida aylanadi. Qolaversa Alloh taolo oyatda aytadiki, "Vashkurli", menga shukr qil deydi. Bu birinchi Allohni ulug'lashga tushadi. Siz shukr qildingizmi, Allohni ulug'layotgan bo'lasiz. Xo'p, nima bo'ladi keyin? Vashkurli, Alloh aytadi, menga shukr qil, vali validayk, ota-onangga ham deyapti. Demak, endi bu xislat ota-onangizga shafqat qilyapti. Demak, Alloh buyurgan narsa bu biri o'ziga qaytadi, ikkinchisi bandalarga qaytadi. Ana shuni ham eng katta xislat, eng yaxshi xislat, bundan ortiq xislat yo'qki, Allohni ga iymon keltirish, bu bir bo'lsa musulmonlarga manfaat berish, bu ikkidir. Ruya an Uways al-Qarani, Uways Qarani rahimahullohdan rivoyat qilinadi. Nima deydi? U zot aytadiki, marartu fi ba'di sayahati yoki siyahati ma'nosida, men
ba'zi sayohatlarimda, ya'ni u zot dunyoni aylanib, zohidlikda dunyoni mana shunday dunyoni o'tganlar. Mana shu yurib safarlarimning birida demoqchi. Rohib, shunday bir rohibni oldidan o'tib qoldim. Rohib odamni oldidan o'tib. Va qult unga aytdimki, ya rohib, ey rohib, ma avvalu darajatin, eng oliy daraja, birinchi daraja qaysi? Yarqohal muridni, ya'ni o'sha Allohning roziligini izlab yurgan odamni martabasini ko'taradigan eng birinchi daraja qaysi deb rohibdan so'radim. U aytdiki, rohib raddul mazolim dedi. Ya'ni zulmlarni qaytarish dedi. Va aytdiki yana xiffatu zahri minat ta'ibat dedi. Ya'ni charchoqlardan oshkoralikni, zohir degan bildirishni, charchoqlardan bilib ketib oshkoralikni yashirish dedi. Xiffat degan yashirish. Ya'ni siz ibodat qilasiz, agar mana shu ibodatlardan yoki ro'zalaringizdan charchoq alomatlari sizda paydo bo'lsa, shuni yashirish dedi. Fa innahu, chunki banda la yas'adu lil abdi amal, chunki bandani biror bir amal tepaga ko'tarmaydi. Va alayhi ta'ibatun, uni ustida, bandani o'z zimmasida bir charchoq alomati bo'lsa, Alloh buyurgan birorta ishlardan deb haligi malollanish ozgina zohir ko'rinib qolsa, yoki mazlama, yoki bandada bir zulm alomati paydo bo'lsa, kimgadir zulm qilib qo'ygan bo'lsa, yoki o'zida bir qilgan ibodatidan unaqa malollanish bo'lsa, u bandani qilgan amali bandani yuksakka ko'tarmaydi dedi rohib. Endi bu yerga rohib boshqa din vakili emas, balki Alloh taologa o'zini topshirib bo'lib, Alloh taoloning roziligida hayotni kechirishda mahkam tutgan odam mana shu so'zlarni aytadi. Demak, xulosai kalom, Alloh taologa iymon keltirish va musulmonlarga manfaat yetkazish eng haligi Alloh taologa mahbub bo'lgan amallardan hisoblanadi va bundan afzal amal yo'qdir. Mana shu joyda biz suhbatni yakun qilamiz. Inshaalloh mana shu sunniyat bobini keyingi safar ikkinchi maqolasidan, ya'ni endi ikkinchisi yana xuddi shunaqa ikkita ish bor unda, ikkita ish bor bunday deb sanab ketaveradi. Mana shundan inshaalloh davom etkazamiz. Alloh taolo barchamizga manfaat ilm bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. فنيل العلوم يضيء الطريق ويكسيك تاج